Assalamu alaykum arzuyum. İkinci karar haqlıq tam pişiriq salonidagi barliq xonimlar. Bugun ko'tilmoqchi bo'lgan darsimiz bo'lsa, qo'noq uni paraniki. Buni ketgan materiallardan bo'lsa, bormi qo'noqning uni, 250 gram bormi qo'noq uni, 250 gram odatga lag'maydigan oq undan 250 gram, shakardan 250 gram shakar, qo'ymaydan 250 gram. Ma köptürgüç potafinden 5 gram hanımlar muş materyallar ketidi. Endi bunu yoğuruş üçün aldı bilen biz ma qo'ymayni o't qisab eritib olamiz. Eritib olib bunu şeker bilan aralashtirib olamiz. Mana qizlar biz 250 gram qo'ymayni eritib oldik. Buningga ma 250 gram shekarni selib, ma o qiziq holatda shekar bilan qo'ymayni rosa aralashtirib shekarni eritib olamiz. Endi biz mavu qo'noqniki uniga ma oqunni qo'shib, ikkisini aralashtirib, bunun ustiga ma 5 gram ko'ptirgichni soldik, sap hammasini tashi aralashtiryapmiz. Mana qizlar ma shekar erib mush xil holatga keldi, burunga qaraganda xil eribdi. Ham buning ustiga abayqata yoqib olgan qo'noqni, oqun, ko'ptirgichning aralashmasini oz-ozdan quyib, xamir yo'g'irib olamiz, qizlar. Şuna yerini töktük. Şimdi bunu xamirini yoğurup alırız. Mana hem unni töküp bunu aralashtirib xamir yoğuramiz. Mana qizlar xamirimizni yoğurup mush xil holat keldi. Endi buni to'nglatquning bizga saqlash bo'limisiga yarim soat sap qo'yamiz. Yarim soat sap qo'ygandan keyin ondan elip şekil çıkarıp pişirsak buldu. Mana qizlar yarım saat keyin buni elip qaytadan uyutib olamiz. Endi buning ustiga bir dona tuxumni chaqib qayta aralashtiramiz. Mana qizlar bir dona tuxumni chaqib qo'ydik. Endi buni qayta aralashtirib bir-birsiga chopishroq xamir qilamiz. Buni xamir qilib olgandan keyin mana shunchalik zugul uzib olamiz. Har kimizning yaxshi ko'rishingiz zugul uzib olib bu xamirimizni ikki halqamizdan o'tirsa olib yapaloq shaklga kelamiz. Undan keyin pichoq bilan qo'shib belgisini qilamiz. Undan keyin o'tirsadan kesimiz mushunday qilib mana shakl chiqarib olamiz xonimlar. Yembarsini kessak, mana hammasini mushunday yumaloq qilib olqanimizda shakl chiqarib olgandan keyin mush shaklda kesib olamiz. Kesib buni pishirsak bo'ldi. İkinci qadamda biz duxovkamizniki lisiga may qog'ozni soldik. Solgandan keyin shakl chiqarib olgan paraniklarimizni tizdik. Buningdagi cho'ng shaklni chiqardik. Undan keyin buningda kichik ombaq shaklni chiqarib qo'ydik. Har kim o'zini yaxshi ko'rishiga asosan kichik shakl chiqarsin bo'ldi yoki cho'ng shakl chiqarsin bo'ldi xonimlar. Endi buni duxovkani 160 C gradusda qizitib 20 minut atrofida pishirib olamiz qizlar. Har kim o'zining duxovkasiniki amaliy ahvoliga asosan qizitib pishiramiz xonimlar. Mana duxovkaga solib qo'ydik, pishib chiqqandan oldin ko'raylik. Mana qizlar bu piranikimiz pishib chiqdi. Bu piranik sovigandan keyin iste'mol qilamiz xonimlar. Mushu piti tutsangiz bu bek yumshoq chiqadi. Sovigandan keyin o'zligidan qotadi. Shu chog'da iste'mol qilsak bo'ldi. Biz mush piranigimizniki ma yeroqchilarga murabboni ilab qo'ysak, texnik ranglar chiroyli chiqadi xonimlar. Yoki misol shokoladni, qor shokoladlarni eritib qo'ysakmi, shunday ranglar chiqadi. Har kim o'zini yaxshi ko'rishiga asosan bezsak bo'ldi. Mana qizlar qo'noq piranigimizni mushundoq murabba bilan bezab qo'ydik xonimlar. Bunu bizim sekmo özünün təmiş